Экскаватор И-55. Xo'sh. Buni biz shlangni lapani shlangini motori ulaganimizda bartavoydan urib chiqdi, ya'ni salnik ketdi, salnik. Mana shunga o'xshaydigan salniki bu o'rtasida. Shundan so'ng hammasini joy-joyiga ulagandan keyin xo'sh, buni hammasini uladik. Chap taraf bartavoy ishladi, o'ng taraf ishlamadi, qotib qoldi. Sabab nima? Sabab nima deganda, mana bu narsa bo'ladi. Ekskavatorchilar yaxshi tushunadi. Mana shuni o'rtasida salnik bo'ladi. Salnik noto'g'ri ulangan. Mana bu narsa yirtilib ketgan, mana kimdir ko'rayotgan bo'lsa mana shu yerda. Keyin salnik ikkiga bo'lingan. Mana shu yer. Mana shu yer. Ya'ni yirtilib ketganda. Xo'sh, mana shuni evaziga bu ekskavatorimiz yurmay qoldi. Bu yoq tarafi ko'rinishi. Agarda salnik o'rtadan ursa, bu ko'rsatgan qora salnigim, bu yoqda salniklari butun bo'lsa, o'rtadan urib chiqadi. O'rtadan gidravlika urib chiqadi. Xo'sh, buni stoperi bu, buni tagida salnik bor. Kimga qiziq bo'lsa, podpiska va like bosinglar.